Unutilmas voqea 2023-yildagi portlash. Shu haqida ko'p savol kelgan. Imkoni bo'lsa shu haqida. 2023-yilning 4-yanvar esimizdan chiqmaydi. Maksimda oilasida fojia bo'lgan. Umar tili va adabiyotdan ustoz rahmatli, Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Yaxshi va Gulnora Toshpo'latova biladilar. Ustozim jo'lar jannatda bo'lsin. Dars jarayonida o'quvchini qandaydir kayfiyatini ko'tarish uchun o'zlarining hayotlaridan kelib chiqib gapirib beradilar. He has great resilience and tenacity. Bir tarafdan ustoz ham ishlash kerak. Bola bilan yana o'quvchiman. O'quvchi ham o'z harakat qilib, izlansa, natija bo'ladi ikki tarafdan. Men o'ylaymanki, ustoz kerak bo'lganda do'st, kerak bo'lganda esa o'qituvchi, kerak bo'lganda esa uni o'sha tayoq bilan bo'lsa ham urib tarbiyalovchi inson deb o'ylayman albatta. Ta'lim har qanday makon va har qanday zamonda inson hayotining eng muhim poydevori bo'lib kelgan. Aynan shu sababli bugun biz fikr mulohaza uchun o'z ishi bilan minglab yoshlarning hayotini o'zgartirayotgan inson Maksimum o'quv markazi rahbari Sherzod Rahmonni taklif etdik.